Oh. Tur. Rahat bo'lsizlar, janobi Adoniya. Xatarni o'tib ketdik. Bu yer bexatar. Bu janobi Maksimilianning meni tunji qitim qutqizib qolganligi emas. U ilgirmi mening jismim va jinimni birlikda qutqizib qolgan. Anglash tegishli bo'lsa kerak. Qanday bo'lgan? Men xristianlarning tabliğçilari edim. 3 ilohlikni tabliq qilatdim. Bir kuni rimlik askarlar meni tabliq qilayotgan cheg'imda tutib oldi. O'limim cheksiz yetib kelgan edi. Ammo janobi Maksimilian bir tadbir qo'llanib meni ozod qildi. Shu tanishish mening muvahhid bo'lishimga sabab bo'ldi. Uzun muddat o'zaro muzokara etdik. Men uningdan ko'p masalalarni o'rgandim. Galos xo'jayinining qadrini bilgan. O nayt katta adam. Men uni nayt yaxshi tanıyman. Undaqda sen u haqda ko'p narsalarni bildikansan-da. Men Yunanlıq bir qul edim. 14-15 yaş vaqtimda Olijanob Maksimilianning dadisi meni setib olib uyiga apadi. O Rim parlamentining yuqori darajalik a'zolari va imperator Adrianusning yaqinlaridan biridir. Men janobi Maksimilianning qadamma-qadam o'sib ketishini ko'rdim. U nihoyat hushyor edi. Dadisi uni o'qitish uchun eng yaxshi muallimlarni ishga solib, onunğa turli madaniyatlarning va har xil millatlarning ilm-fanlarini o'rgatdi. Janobi Maksimilianning bu bilimlari onun Rimning ilohlarini va rimliklarning yavoyligi va zo'migarligidan bezor bo'lishiga sabab bo'ldi. U Rimdan o'zini olib qochish uchun Daqiyanusning Filadelfiyaga xizmatchi talab qilish talabiga darhol ma'qul bo'ldi. Shundoq, uning taqdiri Filadelfiyaga bekitilgan ekan. Charchashning alomati chiroylarida ma'lum bo'lib turdi. Daraxt soyasiga kelib biroz dam olib olsa qandoq? O Filadelfiyaning jinoyatlarining Rimdan oz emasligini bilmay, Filadelfiyaga rimliklarning jinoyatidan qaytish uchun keldi. Nima uchun janobi Maksimilian Daqiyanusning jinoyatlarini ko'rib Rimga qaytib ketmadi? Daqiyanus janobi Maksimilianning Filadelfiyada turib qolishi uchun shu hamon qizini uningga to'ylab qo'ydi. Ammo u qizi Helen xonimning muvahhid bo'lib ketishidan bexabar edi. Ondaqda janobi Maksimilian yegona Alloh taologa iymon keltirishdan burun saxta ilohlar va butlardan yuz o'rib, o'zigidan muvahhid bo'lib tikanda. Shundoq. U hech qachon olmib ilohlariga iymon etmaydi. U hamisha haqiqatni izlaydi. U Xoliqni taniydi. Ammo biror hidoyat, kitob yoki Xoliq tarafdan bo'lgan biror alomatni izlaydi. Tavrat va Injilni ko'mabdikanmi? Shundoq, ularni o'qigan. Ammo ularda haqiqatni topolmagan edi. U hamisha Filadelfiyaning atrofidagi yezlarga safar qiladi. O'zining maqomi va ma'naviysidan zulmga uchirg'ichlar va mahrumlarning manfaati uchun foydalanadi. Bu safarlarning birida bojsiliq gundupaylarning yovuzliklarini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Gap qila. Pul ne ushirib qo'yding, gap qila. Ne ushirib qo'yding? Urmanglar, uni qo'yinglar. Yo'q, uni qo'yinglar, uni urmanglar. Pul nerede digina? Urib qo'ysizlar. Yo'q. Pul nerede? Yo'q. Pulim yo'q. Gap qila. Agar bo'lgan bo'lsa, jinimdan atvolik emas. Pulni qayerda digina? Bojsiliqlar chuqum topshirilishi kerak. Hech qanday bansov ko'rsatishga bo'lmaydi. Ularni bu yerdan elib chet tashlanglar. Pulni ne ushirib qo'yding digina? Chetga turinglar. Tislan deyman, tislan. Bojlarni berib bo'lganlar chetga turinglar. Pulni nerede diye? Sizlar kishilarga qilchi rayishab qilmanglar. Kuchinglar yakla, har qanday narsa elinglar. Uringlar, gap qila. Uringlar. Diye. Pulni ne ushirib qo'yding?
Digine. Bu nima ahvol? Biz baysilik yig'ish xodimlari. O kishi baysilikini topshirmayotdi. Topshirmayaptimda yoki topshirg'idek bir narsa yo'qmikan? Buning biz bilan aloqasi yo'q. Biz muhtojlarga yordam qilishga emas, balki baysilik yig'ishga buyurilgan xodimlarmiz. Ularni qo'yib o'tinglar. To'xtab turinglar. Janoblari, sizlar kim bo'linglar? Bir tuvan darajali xodim o'zidan yuqori darajaliklardan savol qilishning o'rniga itoat qiladi. Buni qo'yib beringlar. Men oliy janob Diokletsianusning baysilik yig'ish xodimi. Sening buyrug'ingga itoat qilmayman. Qarg'anda sen bilan boshqa til bilan paranglashga to'g'ri keladigandek turdi. Ko'rinishdan nihoyat aksiyon bo'lib tursiz oliy janob. Siz u boshqa tilni biladigandek qilmaysiz. Hey! 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 Uni öldürüver. Onu öldürüver. Uni öldürüver. Onu öldürüver. Uni o'ltirvat. Uni Onu öldürüver. öldürüver. Uni Onu öldürüver. Uni Öldürüver. Uni öldürüver. Onu öldürüver. Uni öldürüver. Onu öldürüver. Uni o'ltirvat. Uni Onu öldürüver. öldürüver. Onu öldürüver. Uni Öldürüver. Uni öldürüver. Onu öldürüver. Onu öldürmem. Nayt yaxshi. Sen navkarlaringni elib bu yerdan tez ket. Yo'qol. Oliy janob. Oliy janob. Sizlarning holinglarga voy. Bu Diokletsianusning kuyovli Maksimilian. Gitayli, tez gitayli. Giteyli. Mama. Yo'qolinglar, tez Yoklaş. Biz sen almayız. Sendeklerini kalırız. Yoklaş. Bu zalimler. Yoklaş. Gözümlü yoklaş. Biz sendeklerini kalmayız. Biz senden kalmayız. Gözümlü yoklaş. Yoklaş. Bu zalimler. Sen bek zalimlersin. Yoklaş. Gözümlü yoklaş. Yoklaş. Gözümlü yoklaş. Yoklaş. Bu zalim. Yoklaş. Sizden kalmayız. Bu Janobi Maksimilianning o dili ochiq muvahhid kishi bilan tanishishining muqaddimasi bo'ldi. Janobi Maksimilian bek ig'ir yaralandi. O qeri odam bo'lsa, o'zini bu hodisaning sababchisi deb qarab, Maksimilian qarata o'zini qarzdordek his qiladi. Shunga Janobi Maksimilianni o'z uyiga olib bordi va uni nihoyat ko'ngil qo'yib
mahorat bilan davolashga kirishdi. Yo'q. Sizni yaxshi aramamısıl bo'lmaydi. Harakat qilish sizga nisbatan xatarlik. Yorilari pek ig'ir. Galus. Xo'p, oliyjanob. Men bu yerda. Bizning yo'qligimiz Helenni ansirtib qo'ydi. Men shaharga berib, uning xabar qilib qo'yay. Sizlar aramasizlar. Sizlar bu haqda xotirjam bo'lsizlar, oliyjanob. Telmixa va Yavanisqa vaziyat ahvoliga diqqat qilishni aytib qo'ygan. Agar Dioklitani so'rab qolsa, ba'zi ishlarni o'rinlashtirish uchun atrofdagi shaharlarga katta desin. Xo'p, oliylar. Sizlar ansirmisizlar? Men tezlik qaytib kelaman. Sizlar oliyjanobdan obdan xabar beribsizlar. Bu ahvol janobi Maksimilianning o muvahhid kishi bilan tonishishining muqaddimasi bo'ldi. Bu yer eg'izi bek yaxshi tinilibdi. Bizni kechirsizlar. Oliyjanobga bundan ko'p yordam qilolmay qoldik. Yo'q, bek yaxshi tinilibdi. Nadan o'rgangandingiz? Ota buvamdan. Gerçi buni rimliq tiyiplarning bilmigi silishtirg'il bo'lmasimi? Sizlarni kim bu holatga keltirib qo'ydi? Muhim emas, oliyjanob. Bir qancha yüz yildan buyon rimliqlarning davrlari madaniyatlik, insonlar munosib kelmaydigan qattiq qo'lliq va rahimsizlik bilan bu bechoralarning ustiga urilyotdi. Biz odatlanib qoldik. Qo'limizdan biror ish kelmadi. Men bir rimliq bo'lish sifatim bilan sizlardan afo so'rayman. Biz rimliqlar o'zimizni dunyodagi eng baxtli kishilar deb qaraymiz. Halbuki eng vahshiy qilmishlarni qilyapmiz. Sizlar boshqa rimliqlardan alohida farqlanikansizlar. Lekin bizmi boshqa rimliqlarga o'xshaymiz. Bizning oramizda ancha farq yo'q. Yo'q. Qat'iy undaq emas. Bir savol so'rashimga ruxsat beramdilar? Bo'ladi, so'ravering. Oliylar, sizlar u rimliq askarga yordam berishning o'rniga nima uchun uning bilan? Men o'zimmi bilmayman. Faqat biladiganim zolimlarning qatoridan bo'lishni xohlamayman. Bu moyillik va do'stlik faqat ishki bir hissiyat bo'lishi mumkin. Uningdan ortiq hech nima bilmayman. Lekin dunyoni va uning lazzatlarini yaxshi ko'rishmi bir ichki xolash masalasidir. Nima uchun bu ichki xolashga yetish uchun tirishchanlik ko'rsatmaydilar? Sizning o'zingiz qilgan yaxshi ishlarınız uchun dalilingiz bormi? Men hech qanday bir amalni mukofotsiz qilmayman. Ishonamanki, o'zimning qilgan yaxshi yomon barliq amallarimning mukofotini yoki jazosini ko'rman. Agar undaq bo'lmaganda bu hayotlikning men uchun hech qanday ma'nisi va ahamiyati bo'lmaydi. Asla bo'lmaydi. Siz o'zingizning qilgan yaxshi ishlar uchun kimdan mukofot olasiz? Sizning chakar yoki xizmatchingiz o'zining ish haqqini kimdan oladi? Xo'jayindan. Xo'jayindan, ya'ni sizdan shundaqmi? Menmi o'z xo'jayinimdan olaman. Har bir kishining xo'jayini bo'ladi. Sizning demoqchi bo'lganingiz mukofotingizni o'z ilahingizdan olasiz. Buningga mening shubham yo'q. Mencha qilgan yaxshi yomon ishlar uchun buningdan yaxshiroq biror sabab yo'q. Men bir ilohning borligini bilaman va uningga ishinaman. Allohning birligini bilaman. Ularni bilanmagidek hamoqat emas. Ammo uning qanday iloh ekanligini faqat bilmadim. Faqat. Mening ilohim mening yaratquchimdir. Ammo sizlarning ilohinglar yaxshisi mundaq dey. Rimliqlarning ilohlari o'zlarining maxluqlaridir.
Yo'q, men sizning ilahingizga ishonch qilolmayman. Agar siz Yahudi bo'lsangiz, o'z qavmingizning maxsus ilohiga cho'qinasiz. Men Tavratni o'qidim. U payg'ambarlarga gunoh va yomon amallarni nisbat beradi. Men osmondan zaminga tushib yo'l mangdigan, o'z payg'ambari bilan shelishadigan va uningdan yengilib qoladigan ilohlarni qabul qilolmayman. Agar siz xristian bo'lsangiz, sizning ilahingizga chimpitmayman. Chunki xristianlarning ilohi Rimliklarning ilohiga o'xshash bolasi bor. Buni Injilda bayon qiladi. Hammasini o'qib chiqdim. Siz da'vatgan bu ilahni İsa alayhissalom emas, balki uning ergashguchilari va da'vatchilari to'qib chiqqan. Ular Rimliklarni İsa'ning diniga kirgizish uchun İsa'ning samaviy dinini Rimliklarning ziminiga mansub diniga o'xshatib qo'ygan. U qeyri odam janobi Maksimilianga qadimki bir Injil to'g'risida so'zlab berdi. Ammo men u chaqda bu so'zlarni toza yaxshi tushunib ketolmaydim. Lekin u qeyri odamning ma'lumot doirasining kengligi butunlay oshkor bo'lib turadi. Manga yo'l qo'ysanglar, men o'zimning aqidasini ochiq bayon qilib beray. Men bir muvahhiddirman. Faqat yegona Alloh taologa cho'qinaman. Mening payg'ambarim boshqa kishi emas, İsa Masih. Undaqda İsa'nın ilahi Hristiyanların ilahidan farqlanamdı. İsa'nın ilahi barlıq peyğəmbərlərinin və bundan keyin keldigan ən axırki peyğəmbərinin ilahidir. Bundan başqası bolsa, kishilarning to'qib chiqqan narsalardir. Siz ichingizdan chiqarib so'zlab o'tamsiz yoki uni isbotlash uchun biror dalil pakitingiz bormi? Dalil pakit nihoyat ko'p. Ammo eng yaxshi dalil jinimdanmi aziz bo'lgan bir kitobdir. Men uni bir ko'rib baqsam bo'lamdi. Nemishqi bo'lmag'idek, albatta bo'ladi. Qani ko'rib baqsila. U qeyri odam janobi Maksimilianga Barnaba Injilni ko'rsatdi. U janob uni oxiri chiqarib o'qimoqchi yapmadı va uningdan o'zi uchun bir nusxa yozolmoqchi u kishining uyidan chiqib ketmadi. U vaqa bilan yuqorqi kitob janobi Maksimilianning muvahhid xristiyanlardan bo'lishiga sabab bo'ldi. U orqadili bizni o'z diniga ilib kirdi. Galos, Janobi Maksimilian haqiqatan Alloh taolaning yaqin bandalaridandir. U menga Janobi İsa Masih degan so'zlar bilan bugungi kundagi uning agash kuchilari davatgan so'zlar orasidagi farq bir g'ulluq daraxt bilan uning kichik notalar orasidagi farqqa o'xshashdir. Ba'zi gullarning xush purqi yiroqdanmi dimoqqa urilib turadi degan edi. Biz Rimliklar bilan bo'lgan do'stlik aloqamizning uzilmas mustahkam bo'lishini umid qilamiz. Oliyjanob ruxsat qilsalar, Yahud qavmining hadiyalarini sizga taqdim qilaylik. Bu erzmas hediyeler Yahudilarning imperatori bilan ve onun vekili Janobi Vali Diokletius bilan bo'lgan do'stligining nishonidir. Biz sizlarning qimmatli sovg'atlaringlarni do'stligimizning nishoni deb qaraymiz.
imperatorning puhralaridan buningdan boshqasi kutilmaydi. Bizning sizlarni ibodat va tijorat ishlarida erkin qo'yib berish vazifamiz bor. Amaliyotda puhralarning rohat farog'atlik turmush kechirish sharoitlarini yaratish Rim imperatorlarining vazifalaridandir. Lekin bir qism kishilar boshqalarning xotirjamligini buzib, Rimga va Rim ilohlariga xiyonat qilishni maqsad qilyapti. Biz bunday kishilar bilan chiqishamaymiz. Agar zarur tepilsa, ularni qo'g'lab tutib, qiyin qistoqqa elishdan qilchi boshlatmaymiz. Ali janob Alining maqsadlari xristianlardir. Bizmi ulardan ranjidoq. Ular yolg'on payg'ambar va saxta kitob orqali bizning oramizga singib kirdi va Yahudi dinining agash kuchilarini gumron qilyapti. Ali janob. Meningcha Hristiyanlar qarishtirishda bundan ko'proq va yaqindan hamkorlashsak bo'ladi, Ali janob. Hey askar! Harun ekilin la. Tushuninglar. Yaxshi. Ishinglar, tez bo'linglar. Bu orqali uni yushirib qo'yib bo'ladi. Jasadni nega olamiz? Qabristonlikqa olsak yangidan dafn qilinganligini bilib qilib, uningga ziyon yetkazishi mumkin. Eng yaxshi joy dadisi Santosning uyi. Yo'q. U yana tunji qitim aqtirishi mumkin. Uni o'rmonlikqa olsak eng yaxshi, eng bexatar bo'ladi. Mayli. To'xtanglar. Kechirsizlar Ali janob. Yo'lni ichinglar. Allah Taala qahramon Plutonning ruhini mu'minlarning va salihlarning qatorida qilg'ay.
Rasvo bo'ldinglar, keraksizlar. Rasvo bo'ldinglar. Nazorat astidagi bir jinoyatchini qochirib etsa va bir jinoyatchining jasadini qorovulxonaning ko'z oldida o'g'irlab ketsa, endi bu shaharning maxsus amallik saqlash qismining boshlig'i nima ish qildi? Ha? Faqat doklad berishni biladi. Doklad berishni xolos. Men ko'proq mas'uliyat va huquq talab qilib huzurlarga keldim oliylar. Quloq sol, Julius. İmperator Filadelfiyaga yetib kelishdan burun 3 kun muhlat bor. Adonyani va pilotisning jasadini tepishing kerak. Bo'lmasa, Adonyaning o'rniga o'zing kirishga esilasa. Uningga qo'shib, pilotisning jasadini o'g'irlovchilarni va Adonyani qutqizib qoluvchilarni sendan talab qilaman. Bu yaxshi xabarkan. Undaqda Adoniya qochibdi-da. Adoniya bilan tunji qitim tanishgan kunni hech qachon unutib qolmayman. Birinchi qitim shaharni aylangan chaqda Adoniyaning ko'zchiligi bizning diqqatimizni o'ziga jalb qilgan edi. Yaxshi gapsizlar, janoblar. Nahayat usta kulolchi ekansiz. Ali janoblar, Filadelfiyaga yangidan kelgan bo'lsa kerak. Shundoq, Rimda yangidan keldik. Diokletianusning mushovirlari biz. Ali janoblar, Filadelfiyaga yangidan kelgan bo'lsa kerak. Bu kishi shu. Siz nereden bilsiz? Maxsus yangi shahar boshlig'i tayinlangan xabar shaharga tez taqaydi. Ali janoblarning mening ish o'rnimga qadam tashlab qilganligidan nihoyat xursandman. Men bu ko'zini setib olishni xohlayman. Rimning barliq go'zalliklarini hamda hunarvanlarning, haykaltarashlarning asarlarini o'z qo'l ostida ko'rgan rimlik shahzodalar va yuqori tabiqatdagilarga qarta Filadelfiyaning yiroq bir chetidagi nom-nishonsiz ojiz bir qo'lolchining qilgan asarlari ancha jalb qilarlik tuyulmasligi mumkin. Undaq emas. Bu ko'rinishga oddiy bo'lgan ish o'rnida nihoyat qimmatli va chiroyli asarlar bor ekan. Bu ko'zning bahasi qancha? Gerçi sizlarga loyiq bo'lmasimi, agar mendan hadiya o'rnida qabul qilsalar, bek xushal bo'lgan bo'lardim. Bunda qimmatli bir hadiyani sizga o'xshash mahir bir hunarvandan rad qilish adabsizlik hisoblandi. Shunga qabul qildim. Buni yaxshi saqlayman. Rahmat sizga. Siz bizga Jupiter yoki Apolloning haykallarini yasab bera olamsiz? Men bir kulolchiman. Haykalni yaxshi yasamayman. Balkim xohlamasligingiz mumkin. Bundaq chiroyli narsalarni yasagan usta balkim haykal yasashda ojiz bo'lmasligi kerak. Bo'ladi. Agar oliy janoblar buyruq bersalar, itoat qilmay choram yo'q. Chiroyli bir haykal yasash so'rasang, tog'il kelman. Bo'lamdi. Yo'l bo'yidagi shuncha ko'p haykallar san yetarlik emasmi do'stim? Men har xil rangarang haykallardan qochib kelsam, sen bu yerda yana haykal buyuryapsan? Tashqi ko'rinishga bo'lsa-mi, uyda bo'lsa yaxshi emasmi? Uning atisi haykal nag'il kelsak, hayron qolarlik bir ish yuz berdi. Qo'lach ustam, haykal tayyor bo'ldimi? Albatta oliy janoblar, tayyor bo'ldi. Yoqtirishinglarni umid qilaman. Mana.
Bu qandaq haykal? Men kuchimning yetishicha tirishdim, oliyjanob. Ilgari sizlarga men haykalni yaxshi yasayamayman degan edim. Sen bu külkülük narsani ilohlarning haykal o'rnida uyingga ippamoqchimi? Oliyjanob, bu bu Jupiterning haykali tursa, sizlardan intiqom elishi yoki sizlarga biroz ziyon yetkazishidan qo'rqmamla. Yo'q, xotirjam bo'lgin. Bu sat yirginish haykalning qo'lidan biri ishkanmaydi. Lekin men ibodat hallardagi ilohlarning orasida buningdan satrak haykallarni ko'rdim. Ularning qo'lidan biri ishkanmamda. So'zlaringga diqqat qil kulolchi. Bu savollar o'zingiz yanliq. Men bu muqaddas haykallarga sajda qilaman. Bular mening ilohlarim hisoblanadi. Lekin bu ilohlarning qo'lidan biri ish keladigan yoki kelmaydiganligini bilsak bo'lmamdi. Bu haykalning nima uchun o'zini qo'g'diyamay so'nib ketganligini, uning intiqom ola oladigan yoki ololmaydiganligini bilishimiz kerak emasmi? Qaragan sen bak saddiq ekansan kulolchi. Bu haykallar iloh emas. Balki ilohning jismoniy shaklidir. Ha, undaqda boshqa ilohlar bor bo'lib, biz ularni o'zimiz uchun bundaq shaklga kirgizib ketganmiz-da. Lekin sizlar u ilohlarni intiqom ola deb o'ylamamsizlar. Oliy janoblardan kechirim so'rayman. Men bir masalani samimiylik bilan o'tirg'i qo'ymoqchi. Ranjib qolmasliklarini umid qilaman. Mencha ibodat qilish uchun buningdan kuchliroq bo'lgan bir ilohni tanlash kerak. Uning qanday iloh ekanligini bilmayman. Faqat shunchalik bilamanki, hem o'zini, hem bandilarni qo'g'diy oladigan qudratli bir iloh cho'qim bor bo'lish kerak. Shundaq emasmi? U qandaq bir haykal yasagan ha? U har qandaq narsaga o'xshabdi. Ammo Jupiterning haykaliga qat'iy o'xshamabdi. U sat va yerginishlik. Ketayli. Ammo yaxshi va barakatli haykal bo'pti. Chunki bizning shirkdan qutulishimizga sabab bo'ldi. Adoniya o'zining oqilona harakatlari orqali bizga cho'ng bir haqiqatni ko'rsatib qo'ydi. U haqiqat bo'lsa qudratli bir ilohni tepish uchun izlanishdir. Uningdan keyin Adoniyani davomli ko'rib turdik va yegona Alloh taologa asta-asta yaqinlashishga boshladik. Cho'qim nihoyat keskin bo'linglar. Hatto gumonliqlarni tutinglar. Shaharda birarmi xristian qolmaslik kerak. Xo'p, oliyjanob. Shaharni zinnatlash va ovatlashtirish xizmatining ko'pinchisi xristianlarning ustida. Shunga qarshi elish murosimi uchun qiyinchilikqa duch kelmasligimizni umid qilaman. O'yin ko'rsatkichlarning o'zaro elishimi qarshi elish murosimining qatoridan qandaqli bo'lsin bir turkum xristianlar tutilishi kerak. Men degandek dunyo bilan aloqasi bor deb qaralgan kishilarning hammasini tutinglar. Ularni tutish orqali ko'p kishilar ma'lum bo'ladi. Men ishonamanki, Maximilian va Helen o'z dindoshlaridan tutilib ketishiga parvosiz qaramaydi. Ularning qanchalik chidab tura oladiganligini ko'rib beqish kerak. Nihoyat yaxshi. Sizlarning qanday qildiganligingizni ko'rib baqay. Bo'linglar. Tez. U Hristiyan. Men uning Jupiterni ta'zim qilmaganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan. U Hristiyan, uni tutinglar. Rezil yolg'onchi. Uyimdan chiqib ket. Chiqib ketinglar. Meni qo'yib Uni qo'yib beringlar. Uni qo'yib beringlar. Ketmanglar. Qo'yib beringlar. Uni tutinglar. Meni qo'yib ketinglar. Uni qo'yib beringlar. Meni qo'yib ketinglar. Mana. Uni bog'langlar. Mana. Yürü. Ben
Hech kimga ishongil bo'lmas bo'lib ketibdi. Kimga ishonsa, xristian chiqib qoldi-ki. Hey, bularning sonining buningdimi ko'p emasligini nədimi belgili bo'lsin? Odam o'zining ko'ziga ishongil bo'lmaydi ekan. Bularni qancha qilsa, yana kamlik qildi. İmperator kaygichimi bularni qalaymiqanchiligini tugamasmikin deb ansiravaman. Hey, u chaqda bek munimiz qilamiz-da. Faqat mushranglar bormi? Nima uchun hozirgi vaqtda rimlik butparastlarga qarshi biror ish qilishga bo'lmaydi deb qaraysizlar? Nima uchun o'z dindoshlarimizni qiyin qistoqqa olganni va o'ltirganni ko'rib turib hech qanday sado chiqarmaymiz? Rimliklar qarshi biror ish qilsak bo'ladi, Yavanis. Faqat uning qandoqligi muhim. Bizning qasrda Diokletianusning mushovirlari sifatida hozir bo'lib turishimiz o'z qarindoshlarimiz uchun foydali. Hozirgi paytda biz turli shakllar bilan ularga yordam qilishga va ular qarshi elib berilgan ba'zi faoliyatlarga to'sqinlik qilishga qodir bo'la olamiz. Biz hozirgi sharoitni xatarga duchor qilgan har qanday faoliyatlardan cho'qim saqlanishimiz kerak. Faqat foydali bir natija hosil bo'ladigan va bir oliy nishonga yetkazib bo'ladigan bo'lsa, u chaqda mayli. Shunga har birimiz bir qism ishlarni o'z ustimizga elishimiz kerak. Menmo qo'shilaman. Janobi Tilmiqoning vazifasi ma'lum. U qasrning maxsus TV o'rinda qasrning ichidagi xabarlarni egallab bizga yetkazish kerak. Bizning dindoshlarimizga qarshi elib berilgan faoliyatlarni va hadislarni egallash mening ustimdadir. Men mumkin qadar xristianlarning maxfiy ep bo'lgan yig'ilishlari va uyushmalarga qatnashaman. Xristianlarning tabliğçilari bilan shahardagi aktiv va batur yoshlar o'rtasidagi munosabatni o'rnatish janobi Maksimilianning ustidadir. Agar biz bu asli nasabsiz majnunlarning yiltiz tortib qilishiga ruxsat qilsak, bekmi ahmoqlik bo'ladi. Ularni tüp yiltizidan qurtib tashlash kerak. Bu bizning har birimizning vazifasidir. Askar! Ularga yosh qara. Xo'p, Ali janob. Mana, Milsha. Mening qusqundek ichib ketdi. Mana bergin. Bunani al. Milsha. Tez minish. Milsha. Tezroqman deyman. Mana deyman. Ola tez. Mam. Chiqma. Tezman deyman. Tez bo'l. Ola tez. Mana. Tezroqman davom edin. Tez bo'l. Mana. Tezroqman. Tez bo'lishi. Tezman deyman. Mana deyman. Tez bo'lish. Mana, tezroq mang. Mang deyma. Emas. Bu emas. Bunu tutunlar. Bunu tutunlar. U yolg'on deydi. Men Hristiyan emas. Men Hristiyan emas. Men uni tanıyman. O naxshu. Uni tutunlar. Bu Yahudi casus yolg'on aytyapti. Yo'q, men Hristiyan emas. Hey it, paransanma. Men ilohlarga shikoyat qilaman. Bu ayansızma Hristiyan. Ayaksızlığa üzün.
Öldürüydü mü? Ben bilen neymiş ulan? Bunu koyuver değil mi? Beni kimligim bilişmemse. Uni sotqa Beni pırıngla. koyuvetiş. Men nola, uni sotqa pırıngla. Beni koyuvetişte oldum. Ne bo'ldi? Aliyleri, biz Hristiyanlarni tutyapmiz. Ben Hristiyan emas. Ben Ali Cenab Maksimilian'ın hizmetçisiman. Uni qo'yib yetinglar. U melun yolg'on deydi aliyleri. Sizlar anglamay o'tamsizlar. Shundoq Ali janob, u Hristiyan, uni azaliy tonib oldi. Yo'q, men uni taniyman. U xristian emas. O bir Hristiyan Ali Canap. Men uni tanıyman. O Adunyanın öğü badikeldi qildi. U Ali janob Diokletionusning kuyog'li janobi Maksimilianning xizmatchi tursa, sen uni xristian deysan. U kesson, qo'y yetinglar. Ko'ngling yerim qilma, Galus. Buning hammasi Adunyaning qochib ketganligi tufaylidir. Ular buni tutmoqcha aram bermaydi. Sen bu yerdan tez ket. Oludu Ali Cenab. Rahilanglar raq. Chiroyli raqlava. Bahasi muvofiq. Buni olamsiz ustam. Eling sizga azalli beray. Arzimaydi ekan. Siz zot olamsiz, olmamsiz, ha? Hey, abi kimden o iyi? Maksimilianning uyi. Galus'unu tanım sen. He, tanıyman, aş şu. Rahmet. He, tapdım.